Assalomu alaykum. Mana bugun 20-mart. Kitob tuman axborot kutubxona markazi axborot bibliografiya xizmati xodimlari tomonidan ko'hna manzillardan taralgan yoqdu mavzusida videoroligimizni Xo'ja Ilimkoni qishlog'ida joylashgan ziyoratgoh haqida olib boramiz. Qani ketdik. Qadim va navqiron kitob Qashqadaryo vohasining tog'li tumanlaridan biri bo'lib 1926-yilda tashkil topgan. Uning markaziga 1976-yil shahar maqomi berilgan va kitob shahri deb yuritiladi. 3 tomoni osmon upar tog'lar bilan o'ralgan. Vodiy, Sirsuv daryolari, serhosil bog'lari, qaynar buloqlari, sir-unum tuproqlari bilan mashhur. Eng muhimi, tanti, mehnatkash, oliyjanob insonlari bor. Kitob tumani yurtimizning eng so'lim va bahavo go'shalaridan ekanini ko'pchilik yaxshi biladi. Hududni 3 tomondan baland tog'lar o'rab turadi. Ko'zlangan manzil viqorli va go'zal tog'lar orasidagi Imkana qishlog'iga tuman markazidan 12 kilometrdan ziyodroq yo'l bosib boriladi. Qishloq dengiz sathidan 900 metr balandlikda joylashgan bo'lib, odamlar orasida Xo'ja Imkana, ya'ni Xo'ja Ilimkoni nomlari bilan mashhur. Aholisining aksariyati bog'dorchilik, chorvachilik, hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Qishloq ahli hududda yurtimizdagi eng ulkan keksa chinor daraxti hamda qadimiy suv inshooti borligi bilan faxrlanadi. Sharqiy tomonda yastanib yotgan Qoraxon tog'i etaklaridan sizib chiquvchi katta-kichik o'nlab buloq birlashuvidan hosil bo'lgan ariq qishloqni suv bilan ta'minlaydi. Qadim va boy tarixga ega bo'lgan kitobda 6 ta yirik ziyoratgoh bor. Ana shunday ziyoratgohlardan biri Kitob shahrining Xo'ja Ilimkoni qishlog'ida joylashgan. Bu ziyoratgoh ulug' donishmand, tasavvuf ilmining zabardast targ'ibotchisi, qutublar qutubi Mavlono Abdulvoqi Xojagiy Imganagiy ibn Mavlono Darvish Muhammad Vaxshivoriy nomlari bilan bog'liqdir. 7-asrga mansub usti gumbaz shaklida yopilgan xonaqoda Hazrati Xojagiy Imganagiy hamda o'g'illari Mavlono Xojagiy Abul Qosim dafn etilgan. Xo'ja Ilimkoni memorial kompleksi Markaziy Osiyodagi eng yirik qadimiy obidalardan biri bo'lgan. Ming afsuski, hozirgi kunda ana shu yodgorliklardan faqatgina xonaqo saqlanib qolgan. Keyingi manzilimiz Chinor haqida. Bir 1200 yoshga kirgan bu chinor yurtimizdagi eng keksa daraxt hisoblanadi. Uning kovagida 70-80 kishi, tik yoki 25-30 kishi chordona qurib o'tirsa bo'ladi. Daraxt tanasidagi tabiiy yoriqqa eshik o'rnatilgan. Asrlar o'tishi bilan tana markazidagi keng uyiq hosil bo'lgan. Uyiq ichidagi xona devori yong'indan qoraygani ko'rish mumkin. Rivoyat qilishlaricha, chinor daraxti 1000 yoshga kirsa, o'z-o'zidan qizib, ichki qismi yonib ketar ekan. Chinorning aylanasi 18 kishi qulochiga teng, yoxud 27 metrga yaqin. Qishloq aholisi toshlar ostidan sizib chiqadigan zilol chashmadan suv ichadi. Chashma suvi qishloqqacha 1,5 kilometr masofadan
oqib keladi. Yurgan daryo o'tirgan bo'yradi, bejiz aytilmagan. Xo'jayin imkoni ziyoratgohi bo'ylab safarimiz behad maroqli kechgani rost. Bu yerda tarixiy joylarni, tabiat sir asrorlarini, har bir kundan mamnun bo'lib, mazmunli umr kechirayotgan odamlarni, o'z shonli tarixi haqida izlanishga davom etayotgan mutaxassislarni ko'rdik. Yana bir karra anglab yetdikki, yurtimiz uzoq va boy tarixga ega.